o'zimizda ham bor. Masalan, olim kishi namoz o'qisa, buni bir tartibi bilan sunnatlarni bajo keltirib, hammasini ahkomi bilan barobar qilib o'qiydi. Tashqaridan bitta kolxozchi kelib qolib, mana yerda namoz o'qib qoladi. Bunday qiladi-da, naridan beri namoz jumalaydi, turadi-ku. Ana o namozini ko'rib turib, olim kishi turib aytadi, shu namoz ham qabul bo'ladimi? Shu o'qigan namoz ham qabul bo'ladimi? Vaholanki o'shani namozi o'shani bo'yindan saqit bo'ladi. Lekin manaqada turgan ilmi bor odam o'sha namozni namoz hisoblamaydi. Lekin uni o'z namozi o'ziga tuzugun. Ana shu deganiki, abrorlarda hasanoti, muqarrabiylarda sayyiat bo'lib ko'rinadi. Ko'hi Turga Xudo bilan so'zlashgani ketyaptilar. Masnaviyda hikoyasi bor. Masnaviyda. Ketga tursalar, yo'lda bir cho'pon qo'y boqib yuribdi-da, o'zidan o'zi shu aytyapti. Ey Xudo, ey Xudo. Agar qorning ochgan bo'lsa, men pishgan go'shim bor xaltamda, qorningni to'yg'azib qo'yay. Sutam bor. Mana qo'ylarni sutidan sog'ib qo'yganman, Parvardigoro. Agar sut ichsang sut beraman, ovqat yesang ovqat qilib beraman. Chorig'ing yirtilgan bo'lsa tikib beray. Ana shunaqa gaplar gapiryapti. Hazrati Musoning har bir tiklari islim bo'lib ketdiki, bu qanday bir ahmoqona gap gapiryapti, bu kufr martabasiga yetib gapiryapti. O oldiga kelib, "Oy, sen shu bormi o'zi? O Xudoni tanisam yo'qmi? Parvardigor yeydimi, ichadimi Parvardigor? Sen no ovqat beraman deysan, u chorig'ini tikib beraman deysanmi, nima balolar deysan, bu qanday bu defda go'ylik deysan? Seni shu Parvardigorni tanimas ekansan sen, haqiqatan bunaqa gaplarni gapirma hargiz. Kofir bo'lasan, ana u bana deb shuni malomat qildilar. O'zal haligi xato qildim deb yig'ladi. Xato qildimmi? Xayr, xato qilgan bo'lsam, Xudoyo kechirgin meni dedi. Ko'hi Turga borsalar, Parvardigor turib itob qilib, sening nima ishing bor u bandam bilan, nima ishing bor? U juda kamoli o'zini muhabbati, ishqini menga izhor qil, u juda menga yaxshi eshittirga turadi uni gap. U kamoli o'zini fidokorligini aytyapti. Ya'ni qanday qilib o'zini menga fido qilishdi, yo'q hayron bo'lib shuni aytib turadi. Sen uni yomon kayfini buzding-da. Buzding kayfini. Endi seni shuki borib uzr aytasan, o'shani rozi qilasan, bo'lmasa so'zlashmaysan. Hayr kelib Hazrati Musa alayhisolatu vassalam haligi cho'ponga uzr xoli qilib, meni kechirgitsa. Xudoyim meni itob qildi sen to'g'ringda. Nima deysang dur, endi o'zingni bilganing deb turdim men. Bu meni qulog'imga yomon eshitiladi. Bu Parvardigor juda uni zavqlanib eshitib turgan ekan bu gapni. Men bilmagan ekanman. Ko'ring-da. Mana shu yerda aytadiki, har kim Parvardigorga o'z aqliga yarasha sig'inadi. Parvardigor. Endi birovni uni bilan Parvardigor hammasi bilan muomala qiladi. O'shanaqa teskari gapi ham juda unga halidaqa ma'qul bo'ladi. Masalan, misoli shunga o'xshaydiki, podshoni oldidan masxaralar kelib, masxaravozlik bilan podshoni haqorat ham qilaverar ekan, o'sha ham inom olib ketaveradi. Bitta vaziri agar o'shanaqa gapni gapirsa, kallasi ketadi. Yaqin. U masxara har narsa deydi, og'ziga kelganini gapirib, podshoni behurmat ham qilaveradi. Ana unikini kechiraveradi, u mukofot olib ketaveradi. Ana Parvardigorning dargohi mana shunday. Bildingizmi? Har kimda o'sha o'ziga, aqliga, ilmiga yarasha muomala qiladi. Bildingizmi? Ko'ring-da, u gapni agar Hazrati Musoda zot agar gapirsalar, shu gapni payg'ambarlik martabasidan tushirib qo'yadi uni. Ana uniki juda yoqyapti u. Bildingizmi? Alloh ya'ziru ila qulubi. Ana.
وَلَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ Sizlarni suratlaringga qaramaydi, Parvardigor qalblaringga qaraydi. O'sha dilingiz qanday bo'lsa, o'shanga yarasha muomala qiladi. O'xshab ko'rinadi-yu, lekin bu haqiqatda Xudoning muqarrab bandasi bo'lgan bo'ladi, bilmaymiz-da. Xudo o'zini valiylarini yashiradi xalqdan. Ularning sirrini ochmaydi. O'zlari ham Xudo bilan bo'lib turgan muomala o'zlarining sirlarini ochmaydi. Agar sirri oshkora bo'lib qolsa qo'rqadi juda. Xudo valiylik martabasidan tushirib qo'yadi. O'shaning uchun juda qo'rqadi ular.